nomer bo'lishiga qaramasdan parandachi kanali bilan shuni bo'lishmoqchi bo'ldim. Mana 10:59 korpusda mana ikkitalar ketganman. Soat 10larda kech payt bireti 7larda keldim. Holat shu. Andijon qora jo'jasidan ko'pchilik aytadi, aka 1 kunligini ham beravering, boqaveraman deydi. Aka nechinchi marta boqishingiz, yo opa nechinchi marta boqishingiz? Desam birinchi marta boqishim deydi. Bizning 5 yillik tajriba bor aka. 5 yillik tajribaga qaramasdan mana qo'yingki kamida 200 ta jo'ja o'lyapti-da. Bu sabab nimadan bo'lishi mumkin deganlar uchun. Bu sabab man qarayman. To'planyapti. Onani harorati 30 gradusda turibdi aka. Aqlli pushka. Odam boshqaruvchisi emas, aqlli. Mana aqlli pushka 29 gradusda turibdi. Tepaga kelsak 30 gradusda turibdi aka. Tepaga kelganlar qanchalayapti. Lekin parandachidan oluvchi Naxos mashinasini realni bo'lishim keldi. 200 taga yaqin Andijon qora jo'jalar bo'lyapti. Bu degani 10 ming so'mdan bo'lsa ham akalar 2 million so'm bo'lib yo'q deganda byudjetdan minusga ketyapti-da. Bizda reallik yo'q, bilasiz-ku, bro. Qo'limizdan kelgancha sizlar uchun avtotaylar yuribmiz. 1 kilo jo'jaga qiziqmaylar akalar. 1 kilo jo'jani shunaqa mashaqqatlari bor. Shuning uchun sizlar uchun reallik ochiq oydin biz kanalga qo'yib boraveramiz. Sizlar bilan ulashkim keldi. Xudo xolisa yetkazib bera oladim degan umiddaman. 1 kilo jo'jaga qiziqib turgan, yangi boqayotgan, bu biznesga yangi kirayotganlar uchun bu tajriba bo'lib qolsin deb shu videoni qo'ydim-da, bro.